Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Uyg'ur xattotligi xalqimizning tarixiy izchilligiga ega qimmatli madaniyat boyligi. U bugungi kundami o'zining sehriy kuchi va o'ziga xos madaniyat qimmati bilan san'at ko'kimizda cho'lpon yulduzdak javlon qilmoqda. Yaqinqi yillardan buyon mayli qo'shin yoki nodir asar qurilishi yoki turli faoliyatlarda bo'lsin, Uyg'ur xattotligi o'zining yangi davrga xos o'zgacha aloyidligi bilan va madaniyat qimmati bilan ko'pning e'tirof qilishiga erishmoqda. Biz mushu munosabat bilan bugungi suhbatni o'tkazdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Jongo Xattotlar jamiyatining kengash a'zosi, Avtonom rayonlik xattotlar jamiyatining doimiy muavin raisi, davlatlik birinchi darajalik go'zal san'at ustozi Niyoz Kerim Sharqi, Şinjan Madaniyat San'at Kadrlar Maktabining dotsenti, peshqadam ustoz Muhammad Ismoil, Avtonom rayonlik xattotlar jamiyatining muavin bosh kotibi, Qashqar viloyatlik xattotlar jamiyatining muavin raisi Qurbonjon Ro'z Shaydoyi, Xattotlik o'zi guldir, xattotning qalbi gulzar. Xattotlik bilan o'tgan ömür xuştur, baxtiyor. Dünyadaki her qandaq millatning madaniyati mushu til yoziqni markaz qilgan holda taraqqiy qildi, rivojlandi, o'zini namoyon qildi. Xattotlik san'atimiz alohida shakl yaratadigan bir san'at. Uyg'ur xattotligi nurg'un davrlarni boshdan kechirgan. Bizning nurg'un qimmatli klassik asarlarimiz mush xattotlik bilan bezalgan, bugungacha yetib kelgan. Undaqda siz bir ustoz bo'lib chiqdingiz bilan Uyg'ur xattotligining hozirgi umumiy ahvoli haqida bir tushuncha berib o'tsangiz. Xattotlik o'zi guldir, xattotning qalbi gulzar. Xattotlik bilan o'tgan ömür xuştur, baxtiyor. Endi xattotlik tariximizda uzoq davom qilib kelgan bo'lsa-mu, har xil sabablar tufaylidan bir asrga yaqin turg'unlik holatida qolgan edi. 20-asrning 30-yillari yangi ma'rif yo'l qo'yilgan vaqtlarda dastlabki mezgilda bizning bir turkum ziyolilar insho darsi, xattotlik darslarini ta'sis qilib bir mezgil o'tgan. Ammo bu uzunga bormay uzilib qolgan. 1980-yildan boshlab xattotlik qaytadan yo'riqlikqa chiqishga boshladi. Buning tub sababi elimizde xattotlik haqida nurg'un mulohazalar bo'lib, mamlakatimiz bo'yicha 81-yili Jungo xattotlar jamiyati qurildi. Mushuning ta'sirida Avtonom rayonimizning bizning Uyg'ur xattotligimi tang mushu qadamda ilgarilab bu ishga qadam qo'ygan. 1986-yilga kelgan vaqtida Avtonom rayonlik xattotlar jamiyati qurildi. To'g'ri bu yil 30 yilga. Bu 30 yil jarayonida bizning xattotlarimiz naytı nurg'un ahamiyatli ishlarni qildik. Men qisqani qilib shu yaqinqi necha yilni ichidagi ahvollarni so'zlab o'tsam, 2009-yildan boshlab biz Koreya bilan bo'lgan xattotlik faoliyatlarida qatnashib, Koreyada bir qancha qatim asarlarimizni avatib, Koreyadagi asarlarda, ko'rgazmalarda, musobaqalarda bizning asarlarimiz orqa-orqalab yaxshi natijalarga erishdi. Bizning muhokama yig'inlarimiz jonlanib ketdi. Şuna olan dastlabki faaliyetimiz Qumulda olib berildi. Bu mezgildagi qilgan faoliyatimizda ko'lami bir qadar cho'ng bo'lg'achqa ta'sir doirasi keng bo'ldi. Shuni orqadanla biz Urumchida yana bir cho'ng bozorniki markaz zalida muhokama yig'ini olib bordik. Buning ko'lami cho'ng. Orqadanla G'oljida berib, G'oljida yana bir qatim faoliyat olib bordik. Bu yil biz yana Koreyaga 4 adam madaniyat elchisi sifatida faaliyet yapmadı. Kore'de kalan faaliyetimizin içinde gavdilenip durğanı bizden Uygur xattotlığı oldu. Bizden xatlarımız alaylığı bilen o barlık aşağıdaki ahlilerin hemmisini özgü tattı. Yani bu yıl kiriş bilen şu 3. ayının 19. günü Kong Meşrukan dep o Sayvak rayonundaki sanat sarayda bir xattotlık ko'rgazmasi açtık. Bunun kendinde biz yani akıdın ulapla Qashqar Feyzobodda Qurbonjonninki xattotlik ko'rgazmasiga berib yerda ko'rgazmani ijrosi qildik. Uning orqadan kelib uzun o'tmay bu G'o'ljininki jil yuzida, G'o'lji nahiyasida yana bir Muhammadjon Rashidovning asarlarini shu she'rlarini asos qilingan yana bir ko'rgazmani uyushtirdi.
Bu ko'rgazmada butun Muhammadjon Rashidovning eng yaxshi tanlangan she'rlarini bir ko'rgazma qilib edik. Bu ko'rgazma unumi shunday yaxshi. Endi Muhammed muallim biz Uyg'urlar tarixda yeziqni ko'p ishlatgan millat. Endi xattatlik yeziq bilan qo'shkezak bir kasb. Unda bo'lsa qaysi yeziqlarda biz murojaat qilgan xattatlikning mushu yeziqlardagi ko'rkam nusxasi qanday bo'lgan? Dünyadaki her kaynak milletinin medeniyeti muşu til yazıqını merkez kılgan halda terakki kıldı, ravajlandı, özünü namayan kıldı. Hem de tarihte Uygurlar naitin nurgun yazık işletken millet. İnsanlar payda buluşulan tem en ihtidai yazık hieroglif şekildeki, mesela resim şekildeki yazık bulunurken. Uygurlar mı aynı zamanda muşu yazıkını işletken de karayamam. Çünkü Meyli Altay tağları bulsun, Tengri tağı bulsun, Karkorum tağları bulsun, muşu tağlardaki taş oyma resimde. Aşı resimde aynı zamanda bizdeki ecdatlarımızdan kaldırıp ketken yazık buluş mümkün de karayma. Şunundan hesaplaganda bu Uygurların yazık tarihi intayın uzun bulup, bu jarayanda Uygurlar tekrar yazık almashtırıp geldi. Mesela 9. asırның aldıda Uygurların işletken yazığı Türk rulik yazığı. Türk rulik yazığı deyken bizim işletken yazığımız kadimi Uygur yazığı. 9. asırdan 10. asırgacha bo'lgan işletken yazığımız o hesaplandı. Bu yazık ne? Mongollarga Tatatonga öğretken yazık mı? Dal muşu yazık. Yani 10. asır kelgan vaqtida Uygurlar İslam diniga e'tiqod qildi. Uygurlar İslam dinine kirgenden keyin işletken yazığımız Hakaniye yazığı. Bu Hakaniye yazığı Arap yazığının dal özü. Onu bir mezgil işletkenden keyin bizniki leksikimizga bu yazık uygun ketmedi. Neticede Uygurlar bu yazığını ıslah qila Çağatay davri kelgan vaqtida bu yazığımız ma'lum islahatdan keyin uyg'unlashgan bir til bo'lib shakllandi. Bu yazık şu Çağatay davridagi Uyg'ur yazığı. Şu zamanda bizniki edebiyat, san'at işlerimiz naytimi bir güllengen bir davrga qadam qo'ygan bo'ldi. Şu vaqtda xon ordularda minglab, 10 minglab kitaplar bo'larkandik. Şu zamanda bizning xattatlarimiz bu kitaplarni qo'li bilan ko'chirib ko'paytgan. Shamchiroqning yo'rig'ida. Bu Çağatay yazığını biz bir mezgil işletkendan keyin bu yazıqning ma'lum nuqsonlarning borligini his qildik. Biz bu Çağatay yazığını yana bir qadam isloh qilish orqali hozirgi biz ishlatayotgan yazıqni ijod qildik. Endi hozir biz ishlatayotgan yazıq Uyg'ur tilining talibi, leksikasi, morfologiyasi, grammatik qoidasiga tamoman uyg'un kelgan bir yaxshi yazıq. Demak, bizning xattatligimizmi mana mushu yazıqda tarakki qilib hozirgi davrga yetib keldi. Ama onundan başka bizdeki şu tarihi medeni yadigarlıklarımızı tekşirgen vaxtida 17 xil yazıqda 24 xil şekilde yazılgan bizim medeni yadigarlıklarımız var ekan. Muşunundan qaraganda biz Uygurlar tarixten nait köp yazık qo'llangan hem köp xildan e'tiqod qilgan millat ekanmiz. Endi Qurbanjon, biz mushu Uyg'ur xattatlığı özü xos alaydilikka ega dedik. Unda bo'lsa uning xattatligimizning xosligi va alaydiligi jihatda qanday afzallik mavjud? Xattatlık sanatimizning boshqa sanat turlariga o'xshamaydigan bundaq 5 tarafi bor deb qarayman. Xattatlık sanatimiz alaydi shakl yaratadigan bir sanat. Bir xattat bir asar yaratish uchun u eng avval uningga ishlaydigan so'z tanlaydi. So'z tanlanib bo'lgandan keyin buningda umumiy bir qurilmani bu talısıda oylab chiqadi. Qanday uzun mezgil ketadi. Hatta bir necha yildimi bir parç eser bitmaydi. Bu jihatini aytganda xattatlar cho'qim buni keng xalq avomga mushu xattatlikning boshqa san'at turiga o'xshamaydigan bunda bir qiyin murakkab jarayonni bildirishimiz kerak deb qarayman. Ikkinchisi xattatlar o'zi mushu go'zal mushu xat asrini yaratish jarayonida olimlarning hikmat so'zlarini qizib chiqadi. Bu jarayonda u nurg'un material ko'rishga to'g'ri keldi. Bu tabiiylar xattat o'zimi san'atga bo'lgan qarshi tag'in mukammallashib chiqdi material ko'rish jarayonida. Bu ikkinchi farqi. Uchinchisi xattat asarining bevositaligi. O xattatlik asarlarimizni bir kishi shunda ko'ribla uning mazmunidan shu xizmatlar o'zirini oladi. O'qiyanmagan vaqtida uning go'zalligidan o'zirini oladi. Jalb qilish kuchini yana uchinchisi ham o'xshamaydigan. To'rtinchi biri Muşu Cəlli Solus xətni okuyamayız deyiblər. Astığa muşu
onun mazmunini yazıp koyulgan bir talep bo'ladi deb biz endi bunga azaldan qarshi shunda yozilmasa deb. Chunki buni kishilar o'qish jarayonida buni ashunday hikmatli so'zlar bir esida qoladi. Ikkinchisi tabiiyla buning qiziqishini qo'zg'aydi. Xattat, ya'ni bu rasm xat asarlarini ishlash mush bolalarning bo'lib, ma'rifat bolalarning aql bulqini etishga foydali. Uyg'ur xattat san'atimizning mush 4 tür alayilga boshqa san'at turlariga o'xshamaydi deb qarayman. Xattatlıqda bu kitap meselesi bizde zor bir qiyinchilik ahvol edi. Endi mushu boşluqni to'ldirish uchun ustoz Xattat Niyozkerim bu haqda nurg'un ajr qildi. Qashqarda o'tkazilib kelayotgan O'rta G'arbiy Osiyo savdo yarmankasida o'sha Uyg'ur xattatlik san'atini bu ko'rgazmaga ilib kirdik. Niyaz efendim, yakında şu Mağrib Neşriyatı tarafından Uygur Xattatlık Kamusi namıda iki tomluk xattatlık beğişlangan katta eser neşr kılınıptı. Kanda bir maksat mudda bilen muş kitabını neşr kılışını ulaşıp kaldınız. Xattatlıqda bu kitap meselesi bizde zor bir qiyinchilik ahvol edi. Ben kichik vaqtimdan tortibla xatga erishmaydim. Shu vaqtlarda men shu mashq daftarimga yozib to'xtamay yozgan xatlarimni sinfimizda vallahi qo'lma-qo'l ko'chiruvizda o'rganatdi. Men ikki kitoblarni qilgan shu vaqtdagi daftarim yo'qolib ketdi. Oralikdan 63-yildan 83-yilga kelgan vaqtda men Şinjan Üniversitesi'de o'qiyotgan vaqtimda sinfimizda qo'ygan bir bola qo'yib, "Voy, men sinfim qo'limda mesela bir nimba dedi. Men bir ko'rpaqa desam, zot unmadi. Setib olman deb baxtim, hech bag'il unmadi. Axir bu davirib axir amalsızlıktan bu akeldi. Qarsam shu mening yaxshi yozilgan varaqlarning asos chatini yozib bo'pti. Chunki varaq vayri az nefes bo'lib, ana saqlanib qolibdi. Shuni bilan o'zimning o'yimda zot mushuna bir xattatlik bir kitob ishlash o'yim bo'lgan ekan deb, shuningdekilla xattatlik haqida bir kitob ishlayman degan niyat bilan bir harakat qildim. Anıkası bu izleniş jarayonida İçtimai Fanlar Akademiyasi, Şinjan Üniversitesi'nin kütüphaneleri, Abdülmüray'ın muzeyinin kütüphaneleri, münasebet uğurlar, anıkası çoğunlardan şu vaxtadaki Ötkir Efendim deydi, Ahmet Ziya'yı deydi. Şu çoğunların hermesini dedik, öldürümü verip bulamı, her birisi özünün kolları saklanıp kalan konu kitaplardan, her birinin yazıklardan bana hesap gösterdi. Şunu olan şu bir nesle asası da memnun kıyırıp, nurgun Arapça, Farsça lügatlarını aktarıp, 70 neçe xat, Pakistan xat, Mekhat, Urqiy xat, Talik xat, yanbirni degan aşına xat nusxalarının namını deb çıktım. Keyin anıkızı şu yıllarda bizning Muhammad İdris'niki ayarlı çatalga çıkıp ketib, o bir kitap akepti ekan. Şunun da bir qancha nusxa xati var ekan. Şunu olan şu harflar asosida o'zim bu maqolani yozib bitirdim. Şunu bu maqola şu vaqtning o'zida Şinjan san'atida e'lon qilindi. Oxirdan anıkız ben şu vaqtida bu yozilgan asosida televiziya stansiyasidan maxsus programmalar betinizga bir lisiya so'zlab bergan dedi. Bu lisiyadan keyin bunu ko'rgan o Güzel Sanat Neşriyatı'nınki Mehmet Ayup, ama bu bir kitap çıkarsa qo'ldan yaz kerak deb turib oldim. Shuni bilan Uyg'ur xattatlığı qo'llanmasi degan bir kitapni nashr qildi. Bu kitap rasmiy shu davrning o'zida bu xattatlik tashna bo'layotgan odamlarga intayin bir oziq sifatida shunday bir keng tarqalib ketdi. Shuni keyin aniqiz men bu 10 yil to'shgan vaqtda buni to'xtatib qo'yib, men Uyg'ur xattatlığı haqida cho'ngroq bir maqol kitap ishlaydim. Deb buni kelib qaytib kelib, en ahir kelgan vaqtda bu shu oldimizda 4 yildan yaqin bir g'ayrat qilib o'tirib, shu maqol qismini tugatib, orqadan birdan harflarni qilib o'tirib, bu Uyg'ur xattatlığı qomusini ishlab chiqdim. Buning da birinchi bobidan 18 bob bo'lib, bu kitob ikki nimaga berilgan, o'qishga qulaylik bo'lsin uchun. Birinchi qismida shu yoziq, ikkinchi qismida xattatlikning shu qoidalari, yozish usullari, nusxalar, hammasini tafsiri, bayonlarni hammasini shuna qildim. Buni alayliklari ham da bu til jihatdan men bak ishladim. Uyg'ur xalq maqol tamsillarida ishladim bo'lsin. Shoirlarimizning, yozuvchilarimizning kitoblarini ishladim bo'lsin, avtorib eng esil so'zlarni, eng yaxshi jumlalarni, shahona misralarni tanlab olib bu kitobga kirgizdim. Hem ikkinchisi bu kitobning yana bir alayligi 18 bobning har bir bobini Uyg'urlardan boshqa qarindoshlarimiz mamlakat ichida xalqaro tanishtirish uchun buniki xansocha ingliz tillarida
Her bir babınınki düşendirişleri var. Bundan başka yana intayın saklaş kıymetiga ega. Soğuk salam kılışkı paylık. Uygurlarınki muşu kemgip bulvatkan yezigideki alametler, yezigideki güzellikler muşu kitapga aks ettirildi. Muhammed efendim, Uygur xattatlığı tarihi boran çapqınlarını, her qaysi basqıçlarını besip ötüp bugünkü devirge ulaştı. Hem de bu bir mağarip süptide hatta derslikki kirgizilip balalarning bu şaxtiki ang seviyesini yuqori ko'tarish, ularning pojurkisini yaxshilashda bu unumli xizmatlar ishlandi deb qaraymiz. Endi bu boshlang'ichlariningki darslik kirgizildimi qanday? Güzel sanat dersi kirgizildi. Unda bo'lsa, mush xattatlik ma'rifininki o'qituvchilar qo'shuni olsun, ma'rif sifati olsun, mushu darslarninki o'tilish ahvoli zot qanday? Hem Uygur xattatliginin derslik meselesi gelsek, bundan ilgiri bo'lmagan desek bo'lmaydi, bo'lgan, ammo har kim o'z oldiga tuzab bakkan bu derslikni. Endi mushu bo'shliqni to'ldirish uchun ustoz Xattat Niyozkerim bu haqda nurg'un ajr qildi. Masalan, burun tuzilgan bir xattatlik darsi asosida yaqinda 16 qism darslik kitob tuzab chiqdi. 2011-yili Ma'rif Ministrligi boshlang'ich maktablarning 4-yilligidan boshlab o'slihat darsi o'ssi bo'ladi degan bir yo'l yo'riq kelgan. Endi bu markazning mushu yo'l yo'rig'i maxsus bir millat qartilgan emas. Bu Jungodagi 56 millatga o'rtaq bo'lgan bir yo'l yo'riq bu. Bu darslik güzel sanat o'qituvchilarining tirishchanligi bilan ba'zi maktablarda bu darslik o'tilyapti. Ammo ba'zi maktablarda bu dars o'tilmadi. Endi Niyozkerim tuzgan xattatlik dersi 4-sınıftan başlap toluqsuz o'ttira, to'liq o'ttirguchi bo'lgan kitap buni ma'noda 16 kitapni tuzab chiqdi. Endi bu kitaplarni hozir Ma'rif nazorati anga oldi. Endi buni Ma'rif nazorati 3 haqida bir buyruq shaklda tuvanga hujjat tushasa bu ders bundaki maktablarda rasmiy o'tilib ketadi. Endi Qurbonjon efendim, Qashqarda yaqinqi yillardan buyon xattatlik san'atiga munosabatli qanday faoliyatlar o'tkazilyapti? Qashqarda izchil qalamni tashlamay mush xattatlik bilan shug'ullanayotgan qanday tuhfakor xattatlar bor? O'sha haqda bir to'plab o'tsangiz. Qashqar qadimiy madaniyat bo'shliklarining biri. Aynı zamanlarda ma'rif ve medeniyet işleri intayin güllengen. Qashqarda medres ma'rifidan taki fenni ma'rif yolu qo'yilg'icha nurg'unlagan olim fazillar xattatlar yetishib chiqqan. Yaqinqi zaman tarixida bo'lsa Abdurim Nizari, Nurzaxun Katib, Abdurim Haji Xastidil qatorliq bir turkum nangli xattatlarimiz yetishib chiqqan ekan. Bugungi zamonni elib aytsak, bir turkum xattatlar yetishib chiqib, Qashqardagi xattatlik ishlari uchun zo'r tuhfa qo'shib keladi. Mushuning turtkisida 2005-yildan boshlab xattatlik san'atimizni qiliplashgan haqiqiy o'lchamga kirgizish yo'lida bir turkum xizmatlarni qildik. Bo'libmi viloyatimiz uyushtirgan har turli ko'rgazmalarga biri shu haqiqiy o'lcham tushgan asarlarni tanlash. Ondan har yili shu Navro'z bayrami Qashqarda o'tkazilib kelayotgan O'rta G'arbiy Osiyo savdo yarmankasida shu Uyg'ur xattatlik san'atini bu ko'rgazmaga ilib kirdik. Buningdimi Uyg'ur xattatlik san'atimizni shu O'rta Osiyo haqida zo'r unum bo'ldi. Uningdan boshqa Uyg'ur xattatlik san'atimiz Qashqarda 10 yildan beri shu bir turkum yosh xattatlar zo'r ko'lamda hozir bizga a'zo bo'lganligi bag'an siri ko'paydi. A'zo ko'paygan siri bizning tabiiy faoliyatlarimiz kundan kunga avvalda xattatlar hozir ma undidar topidimi bir 7-8 to'ppa ashundan az degandimi 100 dan a'zo bor. Bu hamda undan keyingi Nurmaniz xattatlarningki qo'shonning ko'lam dishayotganligini ko'rsatadi. 2010 yıldan bu yan bir türküm xattatlarımızdan chet ellarga chiqishi va ustozlar bilan uchiqishi, shundaqla Uyg'ur xattatlığınınki xalqaradagi nüfuzunu ko'tarish uchun tirishchanlik ko'rsatishi bilan shu rayonimizningki xattatlik ishlarida yeziq san'atining gullanishida nihoyat zo'r muvaffaqiyatga erishdi deb qaraymiz. Qurbonjon 2010 yili Qashqar shahridagi
Bizning faxrlik olimimiz Yusuf Qas Hajibning maqbarasida Yusuf Qas Hajibning putatqi bilik asrini qo'l yozmacha yezib, shu maqbarada ko'rgazma ochdi. Bu yil 3-oyning 26-kuni Feyzobod noyizida Uyg'ur xattatliq san'at ko'rgazmasi ochdi. Bu qitimqi ko'rgazmasimi shu Abdum rayonimizning har qaysi joylaridan kelgan yo'ldoshlar naq maydonda ko'rdi. Ko'rgazmaning dog'dug'isi shundoq yaxshi bo'ldi. Hamda buningdan shu xalqimizning shu san'at asarlarini bo'libmi Uyg'ur xattatliq san'at asarlarini sitilishga bo'lgan ko'z qarashining yuqori ko'tarilganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Bizning til yezigimiz, yani bizning o'sib yetilish hayotini o'ylasak, shu vaqtlarda maktablarda qora to'sqa ishlaydi. Shunda har xil aqliyat so'zlar, boshqa tashviqot narsalar husnixat yezishga ifodalanadi. Mening taklifim maktablarda qo'sh til bo'lganken, ba'zi do'stlarni Uyg'urcha yozsa, ondan keyin o'ttir boshlang'ich maktab bolalari husnixat yezishga bir asosga ega bo'ldi deb o'ylayman. Endi mushu ustozlarimizning mushu tirishchanliklari ostida biz ayollarmi jim turmadik. Mushuning ishidami yonimda o'tiribdi sanoqli ayol xattatlar. Mush ustozlarimizning ta'siri bilan biz o'zimizning natijalari bilan bugunga ulaştık. Men o'ylayman, ayollarda xattatlar chiqsa, xattatlik bo'lgan to'pisi texim zo'r bo'ldi. Chunki ayollar oila qurg'uvchi, ayollar farzand tarbiyalaguvchi. Shunlashqa mush xattatlarning, mush ayollarning qo'shinini ko'paytishdimi, o'zining yordamini aymasligini samimiy umid qilaman. Niyaz Kerim efendim, şu rayonumuzda xattatlık san'atiga oid ilmiy muhokama yig'inlarininki ichilishi, xattatlık ko'rgazmalarining qarorlik uyushtirilishi bir nuqtadan aytganda zamoniy madaniyatni avomga yetkazganlik deb qaraymiz. Balkim buning roli alayda bo'ldi deyman. Xattatlikni Uyg'ur madaniyatining gul tojisi deyish kerak. Shu xattatlik ustida elib berilgan 31 qitimliq muhokama yig'ini ilib keldim. Bu muhokama yig'inlarimizning bizga bergan manfaati birisiga xattatlik nazariya jihatdan xattatlarimiz oqoqilab nazariya ushoq masalalardan tortib murakkab masalalargacha hammasini oddiylikdan cho'nqurlab berib hamma masalalarni shu muhokama yig'in orqali nurg'un masalalarni hal qildik. Ikkinchi birisi xattatliklarni tarbiyalash jihatda naq maydonda mahorat ko'rsatamiz deb o'tirib har qitimki mahorat ko'rsatishda nurg'un bolalar o'zaro o'rganadigan, o'zaro bilimini oshiradigan saviyasini o'stirishga mushunday ko'rish rol o'ynab berdi. Ham bu xattatlik to'plamlari ayrim chiqqan narsalar toza ko'p bozatib ketmaydi. Hamda o'rganish uchun bo'ladigan narsa bo'lsa ko'proq bolalar naf yetadi deb o'sha jihatdan men hamda ko'proq ma'lum jihatdan izlandim. Hamda bundan keyin biz xattatlar hamda shu xattat kitoblarni ishlash jarayonida o'zimizning to'plamini ishlaydigan ish bo'lsa Yesil eserlerine özümüzün seviyemiz şu baskıcı bağın vaxtıda malumesine kısa seviyesini astırgan vaxtıda kitaplarını basır yaxşırak buldu. Hem de bu umum müzik elbette xattatlıkniki yakın taraqqiyatı hakikaten tız oldu. Hem de şu xattatlık saniyetimizin devlet içi şundaqla xalqaro yüzlendirişte qanday xizmatlarni ishlashga to'g'ri keldi. Endi bizning xattatligimizni mamlakat ichi va sirtiga umumlashtirish masalasida ham bizniki jamiyatda yana nurg'un mashhur xattatlarimiz bor. Demak, mushu xattatlar bizning mushu xattatlik qo'shinimizning nihoyat katta bir zo'r boyligi. Endi mushu xattatlar o'zlarining mashhur asarlarini buningdan ilgari Amerika, Turkiya, O'zbekiston, Malayziya, Tayvan qatorliq o'rinlarda ko'rgazma qildi. Ammo Uyg'ur xattatligini mamlakat ichida umumlashtirish, yuqori ko'tarish masalasi hozir bizning ko'z oldimizda turayotgan muhim masalalarning birisi. Endi biz Uyg'ur xattatligini umumlashtirish masalasida bo'pmi bizniki shu jamiyatdagi danglik xattatlar, havaskorlardan boshqa maktablar buningga kuch chiqarish kerak. Maktablar kuch chiqargan vaqtida bizning kelgusi izbosarlarimiz mush kasbga qiziqqanda, havas qilganda, mushni o'rganganda andinkin bu xattatligimiz taraqqiy qildi. Ham bizning xattatlikni umumlashtirishga maqsadimiz bir jihatdan bularning xatini chiroyli qilish bo'lsa, teg'imi muhimi bir buyuk madaniyatni javlon qildirib, keyingi izbosarlarga topshirib berish. Endi
Qurbanjon, endi siz xattatlık sohasida eng baldur dengizga sho'ng'igan, bozor ochgan bir xattat bo'lish sifatingiz bilan shu Uyg'ur xattatlık bozorini bozorga o'zlantirishda qanday ishlarni qilish, qanday bir imkoniyat, qanday afzalliklar bizda bor deb qaraysiz? Bu xattatlık eserleri bundaq bozorga yuzlanishda eng avval biri xattat o'z qilayotgan ishni haqiqiy mehr bilan qilish kerak ekan. Uning oshiq bo'lish kerak ekan. Eng avval. İkincisi bu bir cho'qqiga yetkin bo'lmaydigan kasb. Shuning uchun bu cho'qqiga davomli yetishtirish kerak ekan ikincisi. Üçüncüsü davamlı maharet yetildirish kerak ekan. Dördüncüsü axloq fazilatda to'lgan bo'lish kerak ekan. Ondan davomli yangilik yaratib, har qatimliq bir ko'rgazmada el avomga bir yangilik elib kelish kerak ekan. Ana ashundoq bo'lganda bu xattatlık asarlarininki bozorga yuzlanishi, avomning buni yaxshi ko'rishini yuqori ko'targan bo'ldi ekan. Mening yaqinda his qilganim bizning Qashqarda bir yildek bo'ldi. Konshar rayonida güzel san'at ko'chasi qurildi. Bu Şinjan bo'yicha hali cho'ng güzel san'at ko'chasi 10 necha rassom xattat bir ko'chaga yig'ildik. Aşağıda bir yildan beri sayohatchilarni jalb qilyapti. Xattatlardan manba. Aşağıda hozir davlat ichi va sirtidan kelgan bir turkum mush güzel san'at yig'ib saqlovchilar hozir aşağıda bizning asarlarni yig'ib saqladi. Ondan biri shu hozir yangidan korxona qurgan bolalar bizning mush korxona qurganda san'at asarlarini shu korxonasiga isotdi. Ondan yana birga bizga bekrak ta'sir qilayotganimiz 2 yildan bir mush san'at ko'chasiga kelgan yangi to'y qilgan shu oila uyimizga shu san'at asli deb bir necha mush yosh bolalar kelib hozir bu to'y to'kunda san'at sovg'a qilish oilaga san'at asarini esish odatga aylanadi. Shu ma'noda aytganda eng avval o'zimizning san'atini özümüz avval ulug'lasak, ondan kishilar bu san'at bunday ekan deb tushunib, bundan keyin shu san'at asarlarining bozorimi yaxshi bo'ldi deb qarayman. Biz bugun suhbatimizda taklif qilingan ustoz xattatlar va xattatlikqa qalbini bergan bir turkum tadqiqotchilar bilan Parvoz qil Uyg'ur xattatligi degan temada nihoyat ko'ngilli paranglashdik. Amaliyotda Uyg'ur xattatligining taraqqiyoti ana tilga bo'lgan muhabbat va milliy madaniyatga bo'lgan suyunishdan keladi. Biz xattatlik san'atimizning kengayishini, shundaqla dunyoga javlon qilishni chin qalbimizdan umid qilamiz. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.